Chelsea'da gap ko'p. Premyer Ligada oxirgi 7 ta o'yinda faqat bitta g'alaba. Bosh murabbiy ishdan ketgan, klubning qiyofasi yo'q. Lekin marhamat, hech narsa bo'lmagandek kubok yarim finalida turishdi. Leedsning esa bu atroflarga kelmaganiga salkam 40 yil to'ldi. Ular West Hamni penaltilarda yutishdi. Leedsning yo'qotadigan narsasi yo'q. Chelsea esa nima qilib bo'lsa ham yutish kerak. Va aynan mana shunaqa tarang vaziyatlarda londonliklar xato qilishyapti. Yarim final juftliklarining o'xshash bir tarafi bor. Ikkala o'yinda ham bitta katta jamoa borki, tarixini himoya qilish kerak. Majbur. Ikkinchisi esa tarix yozmoqchi. Bir o'yindan iborat bunaqa o'yinlarda yo'qotadigan narsasi yo'q klublar odatda erkinroq o'ynashadi. Shunaqa bir qolip bor. Favoritlarning orqasida katta tarix turadi. Outsiderlarda esa himoya qiladigan hech narsa yo'q. Wembley odatda mana shunday qoliplarni juda tez hal qiladi. Sezib turibman. Bu haftada mana shu qoliplarning bittasi aniq sinadi.